Assalomu alaykum yurtdoshlar. Shu firmamizdan ishlatdik. Xudo xohlasa ustalarimizga ham ma'qul keldi. Ehtiyot, sizlar ham xarid qilsani bo'ladigan darajada sifatlik, chiroyli. Haqiqatan ham maqtovga arziydigan mahsulotlarga ishonch komil qildik. Hammamizga yoqdi. Ustalarimiz chiqib ketishdi. Endi xudo xohlasa mana shu sokalarimizni ham mana shu travertindan mahsulotlarni olib kelib o'xshatib beramiz deb bugun erta kelamiz deb chiqib ketishdi. Xudo xohlasa kelishadi. Mahsulotlarimizni Magaran degan firma shekilli mana o'yimizga zapas qilib olib qo'ydik, xudo xohlasa. Vaqti kelsa 5 yil, 6 yil, 4 yilda biror bir joy shikosi yetsa ustalarimiz tanlab ajratib berib chiqib ketishdi.